Pul bersangiz sizga senchib beraman. Gapni ham oboradimda. Xullas, oyimlar lotereya olgan ekanlar. Xo'p. Lotereyaga katta yutuq chiqibdi. Voy, zo'r-ku. Zo'rda. Nima yutuq? Chet elga sayohat. Voy, juda ham xursand bo'ldim. Sen yig'ishtir, kiyimlarni yig'ishtir. Ha. Kelamiz, sayohatga chiqamiz. Qayerga degan? Qayerga? Parijga. Juda ham xursandman, zo'r. Ana yangilaysan. Ha. Sayohat qilaylik. Bizmi? Ha, biz? Yaxshi. Onam aytdilar. O'sha yutug'i sayohatda senga beraman. Kelinim bilan bir sayohat qilib kellaring dedilar. Zo'ra. Siz aytmadingizmi? Oyijon, boring o'sha chet elga. Siz sayohat qilib keling. Bizni ota o'rnida ota, ona o'rnida ona bo'lib boqdingiz. Biz uchun hatto Toshkentdan tashqariga ham chiqmadingiz. Birovdan kam qilmadingiz. deb aytmadingizmi? Ko'ngillari ko'tarilgan bo'larmidi? Hali biz yosh bo'lsak, Xudo nasib qilgan bo'lsa boramiz o'sha chet ellarga ham. Ko'rib kelamiz. Oyijon borib kelsalar yaxshi bo'lardi.